Tungi bedorlar. Kets yulduzi. Ilmiy fantastik roman. Muallif Aleksandr Belyayev. Suxandon Sadoqat O'roqboyeva. Ikkinchi qism. Fazoda yashashga nomzod. Tonya olomon orasiga o'zini urib hammadan qora soqolli kishini ko'rmadinglarmi deya so'rab surishtira ketdi. Odamlar bir-birlariga qarashib eslay boshlashdi. Nihoyat oppoq temir qalpoq va oq charm kostyum kiygan bir kishi "Yevgeniy bo'lsa kerak", dedi. "Albatta Yevgeniyda. Bugun bu yerda undan boshqa qora soqolli kishi yo'q edi", dedi boshqasi. "Qani u?" deb so'radi Tonya hovliqib. Haligi kishi qo'lini yuqoriga ko'tardi. "Anavi yoqda. Stratosferani kesib, Kets yulduzi tomon boryapti." Tonyaning rangi oqarib ketdi. Men uni qo'ltig'idan suyab taksiga olib bordim. "Mehmonxonaga boramiz", dedim men. Tonyadan yo'l bo'yi sado chiqmadi. Itoatkorlik bilan bilagimga suyanib, zinapoyadan yuqoriga ko'tarildi. Uni o'z xonasiga olib kirib, kresloga o'tkazib qo'ydim. U boshni kreslo suyanchig'iga tashlagancha ko'zlarini yumib o'tirardi. Bechora Tonya. Ishi o'ngidan kelmaganiga qanchalik iztirob chekyapti, lekin endi hammasi tugadi. Qora soqolli kishi sayyoralar aro sayohatdan qaytguncha Kets shahrida kutib o'tirmaymiz-ku axir. Asta-sekin Tonyaning yuziga qon yugurdi. Ko'zlarini ochmasdan negadir kulimsiradi. "Qora soqol Kets yulduziga uchib ketdi. Nachora. Orqasidan biz ham uchamiz." Bu gapni eshitib, kreslodan ag'darilib tushayozdim. "Raketada-ya? Zim-ziyo osmonga-ya?" Bu so'zlarni shunday qo'rquv, shunday ayanch bilan aytdimki, Tonya qah-qahlab kulib yubordi. "Men sizni ancha dovyurak va qat'iy odam deb o'ylagan edim", dedi u endi butunlay jiddiy va hatto bir oz ma'yus ohangda. "Darvoqe, menga hamroh bo'lishni istamasangiz, Leningradgami, Armanistongami, xohlagan tomoningizga ketaverishingiz mumkin. Endi qora soqolli kishining familiyasini bilib oldim. Sizning keragingiz ham yo'q. Hozir esa xonangizga chiqib karavotga cho'ziling. Ko'rinishingiz chatoq, baland tog' va yulduzlar olami sizga to'g'ri kelmas ekan." Ha, rostdan ham o'zimni juda yomon his qilayotgan edim. Binobarin, Tonyaning buyrug'ini jon deb bajarishim mumkin edi, lekin hozir sal izzat nafsimga tegilgandi. Shu topda men hamma narsadan ham yerda qolishni istar va ayni vaqtda Tonyadan ajralib qolishdan qo'rqardim. Qaysi biri ustun chiqadi? Men o'ylab bo'lguncha tilim sayrab ketdi. "Antonina Ivanovna, Tonya", dedim men. "Qora soqolli kishini qidirish uchun sizga keragim qolmagan paytda meni o'zingizga hamroh qilmoqchi bo'lganingizdan ayniqsa baxtiyorman. Siz bilan birga uchaman." U xiyol jilmayib menga qo'lini uzatdi. "Rahmat, Leonid. Endi sizga hamma gapni aytishim kerak. Men shunchalik qat'iyat bilan qidirayotgan Pali sizni qancha iztirobga solganini ko'rdim-ku axir. Iqror bo'lavering ko'nglingizga. Pali bu qizni tashlab qochgan u endi qaysar ma'shuqa sevgisini qaytarish umidida uning orqasidan quvib yuribdi degan o'y ham ko'p marta kelgan." Ikki yuzim beixtiyor lovillab ketdi. "Lekin siz shu qadar odob saqladingizki, bu xususda menga birorta ham savol bermadingiz. Endi aytay, Pali mening do'stim. Universitetda birga o'qiganmiz. U g'oyat talantli yosh olim, ixtirochi, har narsaga qiziquvchan, beqaror odam. Biz u bilan universitetning oxirgi kursida o'qib yurgan vaqtimizdayoq elektromexanikada burilish yasash ehtimoli bo'lgan bir ilmiy ish boshlagan edik. Xuddi bir nuqtada uchrashish uchun ikki tomondan tonnel qazishga kirishgan ishchilardek. Ilmiy ishni ikkiga bo'lib, ikkovimiz ham bir maqsadga intildik. Ish pirovardiga yetib qolgan edi. Hamma yozuvlarni Pali o'z yon daftarchasiga qayd etib borardi. Kutilmaganda uni Sverdlovskka komandirovkaga jo'natishdi. Komandirovka shu qadar shoshilinch bo'ldiki, u yon daftarchani qoldirishni ham unutdi. O'ziyam doim parishon xotir yuradi. Sverdlovskiga xat yozdim, lekin javob kelmadi. Shundan beri dom-daraksiz. Sverdlovskda menga uning Vladivostokka ko'chirilganini aytishdi, lekin u yerdan ham izini topa olmadim. Shundan keyin ishni o'zim mustaqil davom ettirishga urinib ko'rdim, lekin menga Pali tomonidan ishlangan talay formula va hisoblar yetishmasdi. Vaqti kelib bu ish haqida batafsil gapirib beraman. Xullas, u meni shu qadar band etgan ediki,
Yursam ham, tursam ham xayolimdan nari ketmasdi. Bu narsa mening boshqa ish bilan shug'ullanishimga ham xalaqit beraverdi. Shunday kelajagi porloq masalani yarim yo'lda qoldirib ketish. Palining bu yengiltakligini haliyam tushunmayman. U haqidagi xabar meni nima uchun bu qadar hayajonlantirganini endi anglagandirsiz. Bor gap shu. Rostdan ham juda betob ko'rinasiz. Borib dam oling. Sizchi? Men ham biroz cho'zilaman. Ammo Tonya yotmadi. Kets bosh boshqarmasining kadrlar bo'limiga borib, Kets yulduziga faqat o'sha yerda ishlash uchun shartnoma tuzish sharti bilangina uchish mumkinligini bilib keldi. Fiziklar bilan biologlar ayniqsa zarur ekan. Tonya ko'p o'ylab o'tirmay, o'zi uchun ham men uchun ham 1 yil muddat bilan shartnoma tuzibdi. U xonamga quvonib kirib keldi va zavq bilan o'z sarguzashtlarini gapira ketdi. Keyin binafsharang charm portfelidan qog'oz, avtoruchka chiqarib menga uzatdi. Mana sizning arizangiz, qo'l qo'ying. Xo'p, lekin 1 yil qanaqa bo'larkin? Tashvishlanmang, men so'radim. Boshqarma bu shartnomaga unchalik qattiq amal qilmas ekan. Sharoitning favquluddaligi, hayot tarzi, iqlim hammasi e'tiborga olingan. Kimki o'zini yomon his etsa, iqlim u yerda qanaqa bo'lishi mumkin? Men Ketsdagi turar joylarni nazarda tutyapman. U yerda istalgan harorat va havo namligiga ega bo'lgan iqlim yaratish mumkin. Demak, Ketsda ham atmosfera bu yerdagi Pomirdagidek siyrak ekanda. Ha, taxminan shunday, dedi biroz ishonchsizlik bilan va shoshib qo'shib qo'ydi. Balki siyrakroq hamdir. Siz uchun eng katta to'siq shu. Yulduzda yashashga nomzodlar jiddiy jismoniy ko'rikdan o'tadilar. Tog' kasaliga tez chalinadiganlar yaroqsiz deb topiladi. Rostini aytsam, bu safardan faxrli ravishda qutulib qolish uchun hali imkoniyatim borligidan juda sevindim, ammo Tonya shu zahotiyoq menga tasalli bergan bo'ldi. Lekin biz bir yo'lini qilamiz. Eshitishimcha, u yerda oddiy bosimdagi atmosferali xona bor emish. Bosim asta-sekin kamaytirib borilarkanda va binobarin yerdan chiqqanlar unga tezda ko'nikib ketishi mumkin ekan. Men siz haqingizda doktor bilan gaplashib ko'raman. Men gangib qoldim va jon-jahdim bilan so'nggi dalilimni ishga soldim. Yerdagi ish nima bo'ladi? Tonyaning javobi tayyor edi. Bundan osoni yo'q. Kets juda obro'li tashkilot. Ketsda ishlash uchun shartnoma tuzganligingizni ishxonangizga bir og'iz aytsangiz kifoya. Darrov ruxsat berishadi. Faqat sog'lig'ingiz imkon bersa bo'lgani. O'zingizni qanday sezyapsiz? Shunday deb, u tomirimning urishini tekshirish uchun qo'limdan ushladi. Shunday doktor qo'lingni ushlagandan keyin mixdek deb javob berishdan boshqa ilojim qolmagandi. Unday bo'lsa yana yaxshi. Tezroq mana bunga qo'l qo'ying. Men doktorga uchrashib kelaman. Shunday qilib, hash-pash deguncha men fazoda yashashga yollanib qoldim. Darmonsizlik sezilmaydimi? Badaningizda ko'karish hollari bo'lmaganmi? Boshingiz aylanmaydimi? Ko'nglingiz behuzur bo'lmaydimi? So'rardi doktor mendan. Qusmaganmidingiz? Yo'q, faqat avtomobilning orqasidan yugurganimizda ko'nglim qattiq aynib ketdi. Doktor biroz o'ylanib keyin ma'nodor qilib dedi. Kasalingiz unchalik og'ir emas. Demak, uchishi mumkin ekan-da, doktor. Ha, menimcha mumkin, to'g'ri. Raketada odatdagi atmosfera, u yerda atmosferadagi kabi 5 dan 4 qismi azot bo'lgan kisloroddan emas, balki toza kisloroddan nafas olasiz. Shuning o'zi yetarli. Kets yulduzida esa odatdagi bosimga ega bo'lgan ichki kameralar bor. Demak, faqat uchish vaqtida bir oz bardosh berishga to'g'ri keladi. Yulduz atiga 1000 kilometr balandlikda joylashgan. Uchish qancha kunga cho'ziladi? So'radim men. Doktor menga masxaromuz ko'z qirini tashladi. Sayyoralar aro sayohatdan xabaringiz kamroqqa o'xshaydi. Raketa yulduzga 8-10 minut uchadi azizim, lekin ichida ko'nikmagan odamlar bo'lgani uchun uchish bir oz cho'ziladi. Markazdan qochirma kuchdan foydalanish maqsadida snaryad yerning aylanishi bo'ylab ufqqa tomon 25 gradusiyalik bilan uchadi. Dastlabki 10 daqiqa orasida tezlik sekundiga 500 metrga yetadi va faqat atmosfera orasidan uchib o'tish vaqtidagina sal pasayadi. Keyin esa atmosfera siyraklasha boshlagach tezlik yana oshadi. Atmosfera orasidan o'tish paytida tezlik nima uchun pasayadi? Tormozlanish bo'ladimi?
Gap tormozlanishda emas, atmosferadan katta tezlik bilan o'tilganda ishqalanish kuchayib raketaning qobig'i juda qizib ketadi. Bundan tashqari tezlik oshgan sayin og'irlik ham orta boradi. O'z tanangni 10 baravar vazmin his qilish esa ko'p ham yoqimli emas. Qobiq atmosferaga ishqalangan paytda kuyib ketmaymizmi? So'radim hadiksirab. Yo'q, sal-pal terlashingiz mumkin shu xolos. Axir raketa qobig'i 3 qatlamdan iborat-ku. Ichki qatlam pishiq metalldan yasalgan, oddiy shisha pardasi bilan qoplangan kvarts oynali. Eshiklari havo kirmaydigan darajada zich yopiladi. Ikkinchi qatlam qiyin eriydigan, issiqlikni deyarli o'tkazmaydigan materialdan yasalgan. Uchinchisi tashqi qatlam esa garchi nisbatan yupqa bo'lsa ham, lekin issiqlikka juda chidamli metalldan iborat. Ustki qatlam cho'g' bo'lib ketganda ham o'rtadagisi issiqlikni raketa ichiga o'tkazmaydi. Buning ustiga ajoyib sovutgichlar bor. Qatlamlar orasida sovutgich gaz to'xtovsiz aylanib turadi. Haqiqiy injener ekansiz, doktor, dedim men. Iloj qancha? Organizmni odatdan tashqari sharoitga ko'niktirishga qaraganda raketani odam organizmiga moslashtirish osonroq. Shuning uchun ham texniklar men bilan hamkorlikda ishlashadi. Birinchi tajribalarimizni ko'rganingizda edi. Qancha muvaffaqiyatsizliklar, qancha qurbonlar. Odamlar ham qurbon bo'lganmi? Ha, odamlar ham. Badanim chumoli o'rmalayotgandek jimirlab ketdi, lekin chekinish uchun vaqt o'tgandi. Mehmonxonaga qaytib kelganimda Tonya xuddi suyunchi bering degandek shu xabarni aytdi. Men surishtirib bildim. Hammasi joyida. Ertaga tush paytida uchamiz. O'zingiz bilan hech narsa olmang. Ertalab uchdan oldin vannaga tushib, dezinfeksion kameradan o'tamiz. Sterilizatsiya qilingan ichki kiyim bilan kostyum berishadi. Doktor sizning sog'lig'ingizni juda yaxshi dedi. Tonyaning so'zlarini xuddi tushdagidek eshitdim. Yuragimni dahshat bosdi. Yerdagi so'nggi kechani qanday o'tkazganimni va nima xayollarga borganimni aytib o'tirishning hojati yo'q. Pardozxona. Tong otdi. Yerdagi so'nggi tong. Derazadan parishon xotirlik bilan tashqariga qaradim. Oftob charaqlab turibdi. Ishtaham bo'lmasa ham zo'rma-zo'raki nonushta qilib, yer mikroblaridan tozalanish uchun jo'nadim. Bu tadbir 1 soatdan ko'pga cho'zildi. Vrach-bakteriolog menga qandaydir aqlga sig'maydigan raqamlar, kiyimimga in qurgan milliardlab mikroblar haqida gapirdi. Buni qarangki, men o'zim bilan birga terlama, ich terlama, yurak burug'i, tumov, ko'k yo'tal, sal bo'lmasa vabo kasalini olib yurgan ekanman. Qo'llarimdan sil mikroblari va yiringlatuvchi tayoqchalar topildi. Botinkalarimda kuydirgi mikrobi bor ekan. Cho'ntaklarimdan qoqshol mikroblari chiqdi. Paltomning choklarida qaytalaydigan isitma, oqsil kasali mikroblari uya qurgan ekan. Shlyapamda esa quturish, qora chechak, saramas, yana alla nima balolar. Qo'yingchi, bu yangiliklardan tamom esankirab qoldim. Qanchadan qancha ko'zga ko'rinmas dushmanlar meni kuzatish uchun payt poylab turgan ekanda. Nima bo'lganda ham yerning xatarli tomonlari bor emish. Mana shu o'y menda yulduzlar olamiga sayohat qilishga andak mayl uyg'otdi. Mening oshqozon va ichaklarimni yuvishib, tanamga qandaydir notanish apparatlar yordamida nur yuborishdi. Bu apparatlar badanimdagi zararli mikroblarni o'ldirishi kerak edi. Men juda qiynalib ketdim. Doktor, dedim men. Bu ehtiyotkorlikdan foyda yo'q. Kamerangizdan chiqishim bilan mikroblar yana menga yopishib oladi-ku. To'g'ri, lekin siz hech bo'lmaganda katta shahardan ilashib kelgan mikroblardan xalos bo'ldingiz. Leningradning markazidagi 1 kub metr havoda minglab, bog'larda yuzlab, Issaki tepaligida esa atiga o'nlab bakteriyalar bor. Bizda Pomirda bo'lsa ular juda ham oz. Sovuq va oftob nuri, changning yo'qligi, havoning quruqligi, bularning hammasi ajoyib dezinfeksiyalardir. Kechda siz yana pardozxonaga tushasiz. Hozir biz faqat xomaki tozalashdan o'tkazdik. U yerda esa juda sinchiklab tozalashadi. Qalay, ma'qul emasmi? Lekin iloj qancha? Shunisi yaxshiki, hech qanday yuqumli kasallik bilan og'rimasligingizga ishonchingiz komil yurasiz. Har holda u yerda bunday xavf juda kam. Bu yerda esa har qadamda biror kasallik poylab turadi. Menga juda tasalli berdingiz, dedim, dezinfeksiya qilingan ko'ylakni kiya turib. Faqat kuyib ketmasam, bo'g'ilib qolmasam, yana haligi gap kuyib ketish yoki bo'g'ilib qolish ustida bo'lsa, bu falokatlar yerda ham yuz berishi mumkin,
deb gapimni bo'ldi doktor. Ko'chaga chiqqanimda avtomobilimiz bizni yo'l chetida kutib turardi. Ko'p o'tmay dezinfeksion kameraning ayollar bo'limidan Tonya ham chiqib keldi. U menga bir jilmayib qo'ydi-da yonimga o'tirdi. Avtomobil yo'lga tushdi. Qalay, yaxshi cho'mildingizmi? Ha, ajoyib hammom ekan. 300 kvadrillion, 200 trillion, 100 billion mikrobni yuvib tashladim. Men Tonyaga qaradim. Uning ruhi tetik, ikki yuzi qizarib tiniqlashgan. Biz xuddi istirohat bog'iga ketayotgandek. U juda xotirjam edi. Har holda u bilan uchishga rozi bo'lib yaxshi qilgan ekanman. Tush payti. Quyosh naq tepamizda turibdi. Osmon xuddi tog' billuridek ko'm-ko'k, beg'ubor. Qorli cho'qqilar, harakatsiz muz daryolari yarqiraydi. Pastda tog' soylari va shalolalari shovillaydi. Undan ham pastda ko'm-ko'k dalalar yastalgan. Xuddi parcha-parcha qor laxtalaridek bo'lib, qo'y podalari o'tlab yuribdi u yerlarda. Oftobning kuydirishiga qaramay, shamol muzdek tog' nafasini ufuryapti. Yerimiz qanday go'zal-a! Bir necha minutdan so'ng men uni tark etib, zim-ziyo ko'k qa'riga uchaman. Rost gap. Bu haqdagi romanlarni o'qiganim durust ekan. Ana bizning raketamiz, deb qichqirdi Tonya quvonch bilan. U xuddi baliq pufagiga o'xshaydi. Qarang, semiz doktor bizni kutib turibdi. Avtomobildan tushdik. Odat bo'yicha doktorga qo'l uzatgan edim, u darrov qo'lni orqasiga yashirdi. Dezinfeksiyadan o'tganingizni unutmang. Yerdagi biror narsaga qo'l tekkiza ko'rmang. Hayhot, men yerdan ajralib qoldim. Yaxshiki, Tonya ham endi yerniki emas. Men uni qo'ltig'idan oldim. Biz raketaga qarab yurdik. Mana bizning farzandimiz, dedi doktor raketani ko'rsatib. Ko'ryapsizlarmi? Uning g'ildiraklari yo'q. U po'lat izlarda yurmaydi, balki po'lat novlar ustida sirg'anadi. Raketa korpusida sharlar uchun maxsus chuqurchalar bor. Raketa ana shu sharlar ustida yuradi. Tezlikni oshirish uchun yerdagi elektrostansiya quvvat beradi. Metal nov sim vazifasini bajaradi. Ko'rinishingiz yomon emas, ko'nikyapsizmi? Durust. Osmondagilarga mendan salom aytinglar, iltimos. Vrach Anna Ignatyevna Meller Ket 5 raketasidagilardan oylik hisobotni berib yuborsin. U juda go'zal juvon, dunyodagi eng kam tajribaga ega bo'lgan doktor, lekin ishi o'ziga yetarli. Sirenaning ching'irig'i doktorning so'zlarini bosib ketdi. Raketa lyuki ochildi. Pastga narvon sirg'alib tushdi. Qani endi vaqt bo'ldi, yaxshi boringlar, dedi doktor yana ogohlantirgandek qo'lini orqasiga qilib. Xat yozib turinglar. Narvonning atigi 10 ta zinasi bo'lsa ham yuqoriga ko'tarilguncha yuragim o'ynab ketdi. Orqamdan Tonya, uning ketidan mexanik kirdi raketaga. Uchuvchi allaqachon o'z o'rnida o'tirardi. Biz lampochka yoritib turgan torgina kameraga bazo'r joylashdik. Kamera kichkina liftning kabinasini eslatardi. Eshik asta yopildi. Tobutning qopqog'iga o'xshaydi degan o'y o'tdi ko'nglimdan. Yer bilan aloqa uzilgan edi. Qisqa sayohat. Kayutamiz oynalarining qopqoqlari berk bo'lganidan tashqarida nimalar bo'layotganini bila olmay, tishimni tishimga qo'ygancha birinchi turtkini kutib o'tirardim. Soat nillari 12 ni ko'rsatdi, lekin biz hamon qimir etmasdik. Qiziq, aftidan uchish biror sabab bilan kechiktirilayotganga o'xshaydi. Qo'zg'alganga o'xshaymiz, dedi Tonya. Men hech narsani sezmayapman. Raketa shar g'ildiraklari ustida asta sirg'aladi-ku, shuning uchun bo'lsa kerak. Shu payt qo'qqisdan bir yelkamdan kreslo suyanchig'iga bosgandek bo'ldi. Albatta, qo'zg'aldik, deb xitob qildi Tonya. Sezyapsizmi? Yelkam borgan sari kreslo suyanchig'iga yopishib ketyapti. Ha, sezyapman. Birdan portlash tovushi eshitildi, keyin u chinqiroq ovozga aylandi. Raketaga titroq kirdi. Endi hech qanday shubha qolmagandi. Biz uchib ketayotgan edik. Daqiqa sayin raketa ichi isib borardi. Og'irlik markazi orqaga o'ta boshladi. Nihoyat, o'zimni kresloda o'tirgandek emas, balki kravatda osmonga qarab, tizzalarimni bukib yotgandek his qila boshladim. Raketa tikkasiga uchayotgan payt bo'lsa kerak. To'ntarilgan qo'ng'izlarga o'xshab qoldik, dedi Tonya. Ustidan kattagina g'isht bostirilgan ham deyavering, qo'shib qo'ydim men. Ko'kragimdan bir narsa itirayotganga o'xshaydi.
Rost, qo'lni ham qimirlatib bo'lmayapti. Qo'rg'oshindak zilzambil. Portlashlar to'xtagan paytda biroz yengil bo'ldi. Issiq o'tkazmaydigan qatlam va sovutgichlarga qaramay raketa ichi juda qizib ketgan edi. Biz atmosferadan o'tyapmiz. Raketa ishqalanish zo'rligidan qizigan albatta. Yana dam olish, portlash yo'q. Men erkin nafas ola boshladim. Birdan qisqa portlash yuz berdi-yu, o'zimni o'ng tomonga og'ib ketayotgandek his qildim. Ha, tamom. Hozir Pomirga borib urilamiz. Jon holatda Tonyaning yelkasiga yopishdim. Bir narsaga ulgurdik shekilli, deb g'o'ldiradim asta. Tonyaning rangi oqarib ketgan, ko'zlarida dahshat, lekin xotirjam javob berdi. Menga o'xshab kreslo suyanchig'ini ushlab oling. Mana raketa yana oldingi holatiga qaytdi. Portlashlar to'xtadi. Raketa ichi ham ancha salqin bo'lib qoldi. Odam o'zini juda yengil his qila boshladi. Qo'llarimni ko'tarib, oyoqlarimni qimirlatib ko'rdim. Qanday yoqimli. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin kreslodan asta ajralib havoda osilib qoldim. Keyin yana sekin kresloga tushdim. Tonya qo'llarini xuddi qush qanot qoqqandek qimirlatib qo'shiq aytardi. Biz xoxolab kulardik. Juda qiziq holat. Kutilmaganda illyuminator qopqoqlari ochildi. Qarshimizda osmon, u son-sanoqsiz porloq yulduzlar bilan qoplangan, rangi och qizil tusga bo'yalgandek. Somon yo'li turli rangdagi yulduzlarga g'arq bo'lgan, yerdan ko'ringanidek oqish emas. Tonya menga 7 og'ayni yonidagi kattakon yulduzni ko'rsatdi. Eskidan tanish yulduzlar turkumi safida yangi yulduz. Ket yulduzi, dedi u. Son-sanoqsiz sovuq yulduzlar orasida birgina u goh qizil, goh yashil, goh sariq nur taratib miltirardi. U goh yarqirab yonadi, goh so'nadi va yana porlaydi. Yulduz ko'z oldimda kattalashib borgan sari o'ng tomondagi oynaga yaqinlashib kelardi. Demak, raketa aylana yo'l bilan unga tomon uchib boryapti. Yulduz uzun-uzun yashil nur taratib, oyna ortiga o'tib ketdi. Endi qop-qora osmonda faqat yulduzlar va oqish tuman ko'zga tashlanardi. Ular juda yaqindan tuyulardi. Qopqoqlar berkildi. Yana portlagich apparatlar ishga tushdi. Raketa qo'nishga hozirlanyapti. Qiziq. U somon raketa dromiga qanday qo'narkini? Xiyol turtkidan keyin to'xtadik. Nahot sayohatimiz tugagan bo'lsa, g'alati bazinsizlik holatidamiz. Kapitan xonasining eshigi ochildi. Kapitan yotgan ko'yi kichik halqachalarni ushlab pastga tusha boshladi. Biz hali shu vaqtgacha ko'rmagan bir yosh yigit ham shu tarzda unga ergashdi. Sayohat vaqtidagi noxush daqiqalar uchun afv etasizlar. Bunga mening praktikantim aybdor. Rulni qattiqroq burib yubordi. Kreslodan ham qulab ketgandirsizlar. Shunday deb, kapitan ko'rsatkich barmog'ini haligi yigitga tekizgan edi, u xuddi momiqdek nari uchib ketdi. Ha mayli, hammasi joyida bo'ldi. Issiq kostyum bilan kislorod maskalarini kiyinglar. Filipchenko, haligi yosh uchuvchining familiyasi shunday ekan. Bularga yordamlashib boring. Kapitan xonasidan fazoviy kostyum kiygan bort mexanik chiqdi. U xuddi g'avvosga o'xshardi. Faqat skafandri g'avvoslarnikidan kichikroq, yelkasida esa alyuminga o'xshagan yaltiroq matodan tikilgan plash bor edi. Plashlarni, deb tushuntirdi kapitan. Sovqatganda nariroq surib qo'yinglar. Oftob nurida isinasizlar. Juda qizib ketsalaringiz plashga o'ranib olinglar. U quyosh nurini qaytaradi. Bort mexanik bilan kapitan ko'magida fazoviy kostyumlarni tezgina kiyib olib, raketadan chiqishni hayajon bilan kutib turdik. Fazodagi chaqaloq. Bizni havo kamerasiga o'tkazib, havoni asta-sekin siqib chiqara boshladilar. Ko'p o'tmay fazoviy bo'shliq hosil bo'lib eshik ochildi. Men ostonadan xatladim. Narvon yo'q edi. Raketa yonboshlab yotardi. Avvaliga ko'zim qamashib dovdirab qoldim. Oyog'im ostida diametri bir necha kilometr keladigan ulkan shar sirti yarqirab turardi. Bir qadam bosmasimdanoq yonimda fazoviy kostyum kiygan yulduz odami paydo bo'ldi. U odatdan tashqari chaqqonlik bilan qo'limga ipak arqon bog'ladi. Bismillosi joyida-ku, jahlim chiqdi. Qo'limni tortib jahl bilan bir tepingan edim.
Shu zahoti 10 metrlar yuqoriga uchib ketdim. Yulduz odami shoshib arqonni tortib meni yaltiroq shar sirtiga tushirib qo'ydi. Endi tushundim. Agar meni bog'lab qo'yishmaganda salgina ehtiyotsiz harakat qilishim bilan so'ngsiz bo'shliq qo'yniga uchib ketgan bo'lardim va meni osonlikcha tutisha olmasdi ham. Lekin nega men arqonning bir uchini ushlab turgan kishini yuqoriga tortib ketmadim? Yerga qarab, uning yaltiroq sirtiga son-sanoqsiz halqalarga ko'zim tushdi. Hamrohim oyoqlarini ana shu halqachalarga o'tkazib olgan ekan. Yonimda turgan Tonyani ham bir odam arqonga bog'lab olgan edi. Men unga yaqinlashmoqchi bo'lgandim, mening hamrohim yo'limni to'sdi. Skafandr oynasidan uning yosh, kulib turgan chehrasini ko'rdim. Skafandrni menikiga yaqinlashtirib, eshitadigan qilib qattiq-qattiq gapirdi. Qo'limda mahkam ushlab oling. Men itoat etdim. Hamrohim oyoqlarini halqadan chiqarib, yengilgina sakradi. Uning orqasidan alanga yondi. Bir turtki bilan biz sharnusxa oy bo'ylab oldinga qarab uchib ketdik. Hamrohimning qisqa masofaga uchishda foydalaniladigan ixcham raketa jildi bor edi. U jildning goh orqadagi, goh yon, goh ustki, goh quyi to'pponchalaridan otib, meni shar ustida uchirib borardi. Hamrohimning epchilligiga qaramay, biz xuddi sirk maydonidagi masxarabozlardek goh tik, goh oyog'imiz osmondan bo'lib o'mbaloq oshib uchardik. Lekin miyaga qon quyilishini aslo sezmasdim. Hademay, raketamiz ufq ortida g'oyib bo'ldi. Biz raketadrom bilan Kets yulduzi orasidagi bo'shliq ustidan uchib o'tgan edik. Agar mening holatimni gapiradigan bo'lsak, nazarimda biz bir joyda turibmiz-u, bizga qarab yaltiroq bir quvur borgan sari kattalashib yaqinlashayotgandek edi. Mana u, ko'ndalang o'qda bir aylandi-yu, uning yarim doira shaklidagi cheti ko'rindi. Quvur bu tomondan raketadrom oyga qaraganda kichikroq sharga o'xshardi. Mana shu shar bomba yangloq to'ppa-to'g'ri bizga qarab kelardi. Yuragim orqaga tortib ketdi. Yaltiroq bomba mana hozir bizni mayda-mayda qilib yuboradigandek edi, ammo bomba favqulodda bir tezlik bilan havoda yarim doira yasadi-da, bizning orqamizga o'tib qoldi. Bilsam, uchishni sekinlatish maqsadida hamrohim atayin bizni yulduzga nisbatan teskari qaratgan ekan. U to'pponchadan bir necha marta otdi. Go'yo birov ko'rinmas kaftlari bilan yelkaga tortgandek bo'ldi. Uchish sekinlashishi bilan hamrohim yarim shar sirtidagi halqalardan birini mahkam ushlab oldi. Bizni kutishayotgan ekan. Qo'nishimiz bilan yarim shar devorlaridagi eshik ochildi. Hamrohim meni ichkariga itarib, orqamdan o'zi ham kirib oldi. Eshik yopildi. Yana lampochka yonib turgan havo kamerasi. Devorda manometr, barometr, termometrlar. Hamrohim apparatlar yoniga borib kuzata boshladi. Bosim bilan harorat yetarli bo'lgach, yechinishga tushdi va meni ham shunga ishora qildi. "Qalay, o'mbaloq oshib to'ydingizmi?" so'radi u kulib. "Men atayin shunday uchdim. Biroz ko'ngilni yozmoqchi bo'libsiz-da?" "Yo'q, haroratni boshqaradigan plash bilan muomala qila olmay issiq va sovuqdan qiynalib qolasiz deb qo'rqdim. Binobarin oftobda bir tekis pishishingiz uchun sizni xuddi issiqdagi kabobday aylantirib turdim", dedi u fazoviy kostyumini yechib bo'lib. "Endi tanishib qo'yaylik. Kramer, Kets yulduzining laborant biologi. Sizchi, bu yerga ishlagani keldingizmi?" "Ha, men ham biologman. Artemyev Leonid Vasilyevich. Juda yaxshi, birga ishlaymiz." Men yechina boshladim. Shundagina fizikaning ta'sir kuchi aks ta'sir kuchiga tengdir degan qonuni bu yerda aynan yuz berishini his qildim. Bu yerda hamma narsa, hatto odamning o'zi ham reaktiv asboblarga aylanib qoladi. Men kostyumni o'zimizcha aytganda yerga tashladim, ammo o'zim tepaga uchib ketdim. Qiziq, men kostyumni otdimmi yo kostyum meni otdimi, bilib bo'lmaydi. Endi ikkovimiz ham tozalanishamiz. Dezinfeksion kameraga kirishimiz kerak, dedi Kramer. "Siz nega kirasiz?" so'radim ajablanib. "Axir sizga qo'l tekizdim-ku." "Voy bu, xuddi men vaboning uyasidan kelgandekman-a", deb o'yladim o'zimcha. Mana, yana pardozxonadaman. Yana tanaga ko'rinmas nurlar yuboruvchi apparatlar guvillab turgan kamera. Yana toza, sterilizatsiyalangan kiyim-bosh, yana yulduz vrachining kichkina oppoq ambulatoriyasida so'nggi tibbiy ko'rik. Bu havo ambulatoriyasida na stul, na stol bor.
Faqat meditsina asboblari solingan va devorlarga omonatgina mixlab qo'yilgan eshiklar turibdi. Bizni jikkakkina harakatchan ayol vrach Anna Ignateyevna Miller kutib oldi. Kumushrang yengil ko'ylak kiyib olgan bu juvon 40 yoshni urib qo'ygan bo'lishiga qaramay, endigina balog'atga yetgan qizchaga o'xshardi. Men unga Ket shahridagi yer vrachining salom va iltimosini topshirdim. Dezinfeksiyadan keyin u menga yer kiyimlaridan yana ancha-muncha mikrob topilganini aytdi. Tirnoqlarga e'tibor bermayotganliklari to'g'risida Ket shahri sog'liqni saqlash bo'limiga albatta yozaman. Sizning tirnoqlaringiz ostidan bakteriyalarning butun bir armiyasi chiqdi. Yulduzga jo'natishdan oldin tirnoqlarni oldirib, o'rnini yaxshilab tozalashlari kerak. Umuman sog'lig'ingiz yaxshi, endi nisbatan ancha tozasiz. Hozir sizni o'z xonangizga olib borishadi, keyin ovqatlantirishadi. Olib borishadi? Ovqatlantirishadi? Taajjublanib so'radim men. Yotib qolgan bemor ham, chaqaloq ham emasman-ku, o'zim borib o'zim ovqatlanaman. Maqtamang, Fazoda, siz hali chaqaloqsiz. Shunday deb u yelkamga qoqib qo'ydi. Men kameraning narigi burchagiga o'qday uchib ketdim. Devorga tegib xonaning o'rtasiga qaytib keldim-u, oyoqlarimni pitillatgancha havoda osilib qoldim. Qalay, endi ishondingizmi? Dedi kulib Miller. Tag'inam bu yerda og'irlik bor har holda. Hali go'daksiz qani? Yurib boqingchi. Qayoqda deysiz? 1 minutlardan keyingina oyog'im polga tegdi. Qadam bosmoqchi bo'luvdim, yana havoga ko'tarilib ketdim. Boshim shiftga tegdi-yu, hech narsani sezmadim. Nochor ahvolda qo'llarimni o'ynatib turaverdim. Eshik ochilib, mening biolog tanishim Kramer kirdi. U meni ko'rib xoxolab kulib yubordi. Anavi chaqaloqni shatakka olib, 6-xonaga kuzatib qo'ying, deb murojaat qildi Kramerga Anna Ignateyevna. U siyrak havoda qiynalyapti. Yarimta havo ulushini bering. Hozircha odatdagi bosimni berishning iloji yo'qmi? Deb iltimos qildim men. Yarimtasi yetadi. Ko'nikish kerak. Qo'lingizni bering, dedi Kramer. U poldagi qayish halqalariga oyog'ini suqqancha tez va chaqqon yurib mening oldimga keldi. Qo'li bilan belimdan ushlab keng yo'lakka olib chiqdi. So'ng xuddi koptokdek qo'lida aylantirib turib, yo'lak bo'ylab uloqtirib yubordi. Men dodlagancha uchib ketdim. 10 metrcha qiyalab uchib borib devorga yaqinlashdim. "Qayishni ushlang!" deb qichqirdi Kramer. Hamma yerda, devorlarda ham, polda ham, shiftda ham qayish halqalari bor edi. Men jon holatda bir halqaga yopishdim. O'zimni to'xtata olmay qolaman deb qo'rqgan edim. Yo'q, haytovur qo'lim halqaga tegishi bilanoq to'xtadim. Kramer allaqachon yonimda turardi. U bir eshikni ochdi-da, meni qo'ltiqlab olib, silindr shaklidagi xonaga kirdi. Bu yerda kravat ham, stol ham yo'q edi. Faqat devorlarda halqalar u havorang parda tutilgan kattakon deraza bor edi xolos. Shuning uchun ham xonaga ko'kimtir nur tushib turardi. Qani, o'z uylaridagidek bemalol yozilib o'tirsinlar, deb hazil qildi Kramer. Hozir kislorodni ko'paytiraman. Aytingchi Kramer, nima uchun raketadrom yulduzdan ajratilgan? Bu yangi ixtiro. Ilgari raketalar to'g'ridan to'g'ri Ket yulduzining o'ziga qo'nar edi, lekin hamma uchuvchilar ham bir xil emas. Hech qanday turtkisiz, ohistagina qo'ndirish qiyin ish. Birgalik Ket 7 raketasining kapitani qo'nish vaqtida Ket yulduziga qattiq urib oldi raketani. Katta oranjereyaga zarar yetdi. Uning oynalari sinib, o'simliklarning bir qismi nobud bo'ldi. Uni tuzatish ishlari haligacha davom etyapti. Ana shu baxtsiz hodisadan keyin injenerlarimiz raketadromni yulduzdan ayrim qurishga qaror qilishdi. Oldin u kattakon yassi gardi shaklida edi, lekin tajriba qo'nish uchun yarim doira shaklida bo'lishi qulayroq ekanini ko'rsatdi. Oranjereyani tuzatib bo'lgach, Ket yulduzini oranjereya bilan birga ko'ndalang o'q atrofida aylanishga majbur qilamiz. Ana shunda markazdan qochilma kuch va og'irlik hosil bo'ladi. Uchish vaqtida ko'rganimiz rang-barang nurlar nima edi? So'radim men. Ular signal chiroqlari. Bepoyon osmonda bunaqa kichkina yulduzchani topib olish qiyin-da. Shuning uchun ham bengal chiroqlari o'rnatganmiz. O'zingizni qanday sezyapsiz? Nafasingiz bo'g'ilmayaptimi? Ortiq bermayman. Aks holda sof kisloroddan kayf qilib boshingiz aylanib ketadi. Issiq emasmi? Biroz sovqotyapman, javob berdim men.
Kramer bir sakrab oynaning oldiga bordi va pardani ochib yubordi. Xonaga ko'zni qamashtiruvchi oftob nuri yog'ildi. Harorat tez ko'tarila boshladi. Kramer qarama-qarshi tomondagi devorga uchib borib, deraza qopqog'ini ochdi. "Mana bu manzarani tomosha qiling." Men derazadan qarab hangu-mang bo'lib qoldim. Yer-osmon ufqining yarmisini ishg'ol qilgan edi. Men unga 1000 kilometr balandlikdan qarab turardim. U men kutgandek qabariq shar shaklida emas, bukikroq ko'rindi. Uning notekis, tog' cho'qqilari turtib chiqib turgan chetlari go'yo tuman pardasi bilan qoplangandek edi. Noaniq, g'adir-budir chiziqlar. Yer sirtidan narida uzun kulrang dog'lar. Atmosferaning qalin qatlami xira qilib turgan bulut karvonlari cho'zilib ketgandi. Markazga yaqinroqda yana dog' ko'rindi, lekin oqishroq edi. Men Muz okeani, Sibir va Shimoliy Yevropa qiyofasini tanidim. Shimoliy qutb ko'zni qamashtiradigan darajada yarqirab turardi. Quyosh aksi Berens dengizida kichkina uchqundek yiltirardi. Ikkinchi qism tugadi.